Endi Surxondaryoda Denov tumanida bo'lmagan yangilik. Endi Denov tumanida joylashgan Demash do'konimizga kelib o'tirmasdan ham, bir tiyin sarflamasdan ham xuddi shunaqa elektroskuterlarga prava talab qilinmaydigan skuterlarga ega bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, shartlarini to'liq aytib o'taman. Shartlari juda ham oddiy. Videoni tagiga istaganingizcha do'stlaringizni belgilang. Kommentda fikrlaringizni yozib qoldiring. Shu videoni stories qiling hamda istagancha odamga yuborib qo'ying. G'olibni esa shu oyning oxirida kommentda saralab aniqlaymiz. G'olibimizga xuddi shu elektroskuterni, prava talab qilinmaydigan skuterni bepulga beramiz. Bundan tashqari do'konimizda Mega skidga hamma skuterlarni, elektroskuterlarni ham, benzinli skuterlarni ham bemalol kelib 50% chegirmada xarid qilib olishingiz mumkin. Masalan, xuddi shu kabi skuterni 4 milliondan ortiq sotilgan skuter $260 ga xarid qilib olishingiz mumkin.